Nima uchun bo'ladi? Salarkan musorini quyasiz, farsunga o'ladi. Benzinda ham musorini konsentrat aralashganini quysangiz, unda ham svitcha kuyadi. To'g'ri, aka, zato 15 ming svitcha aka. To'g'ri, 15 ming so'm, lekin bu benzinga qaraganda ancha baquvvat narsa-da bu salarka. Qizimaydi. Blogerimiz ham bo'kaliklarni chiqardi. Bering, mikrofonni bering. Sardor aka. Mana biz bo'kadan reklamani ko'rib keldik. Mana salarkalik 7 ot kuchiga 7 ot kuchiga ega ekan. Honda deng. Honda. Zo'r ish ekan hozir. Mana mehmonlar uchun ustupga qilib beraman deyapti. Bilmadim endi. Narxlar buni akkumulyator bor ekan, shunga qiziqayapmiz-da. Xohlasangiz akkumulyator, xohlasangiz bez akkumulyator ham qilib beramiz, xudo xolasa. Shunga agar ozgina ustupga qilib bersa, olamiz. Nima qo'shimchalari bor? 5 million 200 ga qarang, nima qo'shib beraman? Bitta puluk, bitta ochar, bitta kartochka qo'yadigan 4 qatordan 8 qator frezasi bilan qilib beraman. Temir balanchi. Garantiyasi bormi? Garantiya 48 yil garantiya. 48 yil? 1 yil ofitsial original garantiyasini beraman. Temir balanchi. Bo'ldi. Buni zapchaslari shu magazinda bor. Zapchasi o'zimizda bor, usta ham bor. Bundan muammosi yo'q. Bo'ldi, gaplashamiz bo'lmasa, bitta olamiz, xudo xolasa. Bo'ladimi? Bitta emas, ikkita olgan, undan yana ustupalari bor. Ikkita olsangiz ustupga ham qilib beraveramiz yana. Bo'ldi, mana biz obuna bo'lganmiz-da. Mana bu yer ham obuna bo'lgan. Kuzatib borasiz. Kuzatib boramiz pastgan. Shuni izlab mana keldik. Mana Do'garadan ikkita keldi. 80 kilometr ekan hozir. Mana shu 80 kilometrni bosib kelyapsiz. 80 kilometrni ham bosib ketasiz. 5-bokaliklar kelyapti. 5-inchisi. Aka, 6-inchisi ham bor. Mehmonlarga ustupga bo'lsin-da shunday. O'zi mana 5 million 200 ga o'zi edi. Hisoblang. Ariq ochqichingiz 200 ming so'm pul turadi. Kartochka qo'yadigan ham 200 ming so'm pul turadi. Puligingiz 150 ming so'm. 550 ming so'm, to'g'rimi? 550 ming bu kimingiz bo'ladi? Qo'shnilar bilan. Qo'shni. 550 ming berib tur desangiz, ber qarzga beradi, keyin so'raydi chiqib. Men sizga shundoqda o'tib beryapman G'ildiraydi ham narsa. qo'shing, temir g'ildiraydi. To'g'rimi? Shundoq o'tib beryapman. Ham ko'rsatgansizlar-ku, bormi? Temir g'ildirak ko'rsatganmiz, u narigi motokiltivatorga ko'rsatganmiz. Bunga temir g'ildirak yo'q, mana. Pulik, ochar, temir diska, kartochka qo'yadigan bolgarka drill 4 million so'mga qilib beraman. Xo'sh, buni Bu benzinli. hammasi bitta nima? Boshqa firma-ya bu? Bu Voye, boshqa brend bu. Baki 5 litrli. 5 litr baki. Baki 5 litrli. Usulini o'zi qilingan mana. Lekin mana filtrini ham ko'rsatdim. Maslinli filtr bu, ha. Maslinli filtri. Ma'qulmi? Qaysi birini olasiz? Salarka olasizmi, buni olasizmi? Buni endi O'ylanmang, odamlar shu dehqonchilikka ekib gullayapti, hali siz o'ylanib o'tiribsiz. bizga mana bu tortishi yoqmay turibdi-da menga. Bo'ldi, tortishi yoqmay tursa, statorlikni oling o'sha salarkani. Statorlikni mana kattasi ham bor. Mana Ebimax'niki. Statorli varianti. Stator akkumulyator. Haqiqatan motoblokning ina markasi mana Ebimax. Balonlari ham katta. Kartochkani kovlasangiz ham tagiga tegib qolmaydi.